Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan Jinoyat ijroiya huquqi fanidan 3-mavzusini boshlaymiz. Mavzuning nomi jarima, muayyan huquqdan mahrum qilish hamda majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazolarni ijro etish tartibini o'rganamiz. Bugungi mavzuimiz demak 3 ta rejadan iborat. Birinchisi jarima tariqasidagi jazolarni ijrosini o'rganamiz. Ikkinchisi muayyan huquqdan mahrum qilish hamda uchinchisi majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazolarni ijrosini o'rganamiz. Birinchisi jarima tariqasidagi jazolarni va uni ijro etish tartibi quyidagilardan iborat. Biz bu borada O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga murojaat qilishimiz lozim bo'ladi. Jinoyat kodeksining 44-moddasida aybdordan davlat daromadiga Jinoyat kodeksida belgilangan miqdorda pul undirish tartibi hisoblanadi. Jarimani sud aybdorning sodir qilgan jinoyatining ijtimoiy xavfliligi hamda uning moddiy ahvolini hisobga olgan holda tayinlanishi lozim bo'ladi. Mahkum sud tomonidan tayinlangan jarima jazosini o'tash imkoniga amalda ega bo'lishi lozim hisoblanadi. Endi jarima jazosi bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan qo'llaniladi. Voyaga yetganlarga nisbatan 5 baravardan 600 baravargacha, voyaga yetmaganlarga nisbatan 2 baravardan 20 baravargacha miqdorda qo'llanilishi qonunchiligimizda ko'rsatib o'tilgan. Jarima tariqasidagi jazoga hukm qilingan shaxslarni jarimani hukm qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab ixtiyoriy to'lash muddatlari ko'rsatib o'tilgan. Bunda voyaga yetganlarga nisbatan 1 oy ixtiyoriy muddat berilgan va voyaga yetmaganlarga esa 6 oylik ixtiyoriy muddat berilganligini ko'rishimiz mumkin. Quyida jarima tariqasidagi jazoni O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llanilgan yillarini ko'rishimiz mumkin. Bunda 2020-yilda 2837 marotaba tayinlangan. 2021-yilda 4455 marotaba, 2022-yilda 5846 marotaba, 2023-yilda 5973 marotaba hamda 2024-yilning 6 oyida 3345 marotaba tayinlanganligini ko'rishimiz mumkin. Sud jarima jazosini tayinlab hukm e'lon qilingandan so'ng mahkumni demak jarimani to'lash tartib va qoidalari bilan tanishtirishi lozim bo'ladi. To'lov shakli qanday usulda amalga oshirilishi hamda bo'yin tovlaganligi uchun buning oqibatlari qanaqa bo'lishini tushuntirishi kerak bo'ladi. Agar belgilangan muddatda jarimani to'liq miqdorda to'lashga mahkumning imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, sud mahkumning iltimosnomasiga ko'ra, demak, Jinoyat protsessual kodeksining 533-moddasi 2-qismi tartibida 6 oygacha kechiktirishi yoki jarimani bo'lib to'lashga ruxsat berishi ham mumkin. Albatta, bu masalani hal etishda sudya ishning muayyan holatlari va mahkumning moddiy ahvolini o'rganib chiqadi. Jarima tariqasidagi jazoni ijro etish O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Jarima tariqasidagi jazoni ijrosi mahkumning yashash joyidagi Majburiy ijro byurosi bo'limlari tomonidan amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Agar hukm qilingan shaxs jazo tariqasida tayinlangan jarimani majburiy ijro etish uchun belgilangan muddatlarda to'lashdan bo'yin tovlasa yoki qarzdorda undiruvga qarash mumkin bo'lgan mol-mulk mavjud emasligi tufayli majburiy ijro etish uchun belgilangan muddat mobaynida jarimani undirishning imkoni bo'lmasa, xuddi shuningdek kechiktirish muddati tugagandan keyin jarima to'lanmagan yoki jarimani bo'lib to'lash shartlari buzilgan taqdirda sud jarimaning to'lanmagan miqdorini axloq tuzatish ishlari, xizmat bo'yicha cheklash, ozodlikni cheklash hamda ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtirilishi mumkin. Bunda bazaviy hisoblash miqdorining 16 baravari axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash, xizmat bo'yicha cheklash hamda ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazolarning bir kuniga tenglashtirilgan hisoblanadi. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini ijrosini ta'minlash tartibi. Bunda Jinoyat kodeksining 45-moddasiga murojaat qilamiz. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi sud tayinlangan muddat davomida aybdorning korxona, muassasa, tashkilotlarda u yoki bu vazifalarda
ishlamasligi yoki u yoki bu faoliyat turi bilan shug'ullanmasligini cheklashdan iborat jazo chorasi hisoblanadi. Ana shunday mansab yoki faoliyatning turi sudning ayblov hukmida ko'rsatib o'tiladi. Muayyan huquqdan mahrum qilingan aybdorning mansabi yoki ish faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan jinoyatni sodir etganligi uchun asosiy jazo tariqasida tayinlanganda 1 yildan 5 yilgacha, qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda 1 yildan 3 yilgacha tayinlanadi. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi, demak yuqorida aytib o'tganimizdek, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining ijrosi qonuniy kuchga kirgan sud hukmiga asosan amalga oshirilishi lozim. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ozodlikdan mahrum qilish yoki intizomiy qismga jo'natish jazosiga qo'shimcha jazo tariqasida tayinlangan bo'lsa, asosiy jazoning butun muddatiga, bundan tashqari sud hukmi bilan tayinlangan muddatga joriy etilishi lozim. Bu jazo boshqa jazolarga qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda muddati, demak, hukm qonuniy kuchga kirgan vaqtdan boshlanishi ko'rsatib o'tilgan. Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmasligi, bugungi kunda yangi qonunchiligimizga o'zgarish kiritildi. Bundan odam o'lishi yoki boshqa og'ir oqibatlar, demak, sabab bo'lgan holatlar mustasno ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksi 21-moddasiga asosan muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo ijrosi mahkumning yashash joyidagi probatsiya xizmati xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Agarda mahkumning yashash joyi o'zgargan taqdirda, demak, probatsiya xizmati xodimi yangi yashash manzilidagi probatsiya xizmatiga uning ijro ishini yuborishi lozim bo'ladi. Demak, Jinoyat ijro kodeksi 22-moddasida probatsiya xizmati xodimining majburiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Bularni biz ko'rishimiz mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilingan mahkumlarni ro'yxatga olish, ushbu ro'yxatga olish tartibi, demak, probatsiya o'sha tizimi orqali ro'yxatga olinadi. Mahkum ishlaydigan korxona, muassasa, tashkilot ma'muriyatiga yoki muayyan faoliyat turi bilan shug'ullanish uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilishga vakolatli organga hukm talablarini ijro etish bo'yicha xabarnoma yuborishi lozim bo'ladi. Mahkumning hukmda ko'rsatilgan taqiqlarga rioya etishini, ya'ni shaxsning muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlangan muddat davomida aybdorning korxona, muassasa, tashkilotlarda u yoki bu mansabni egallashi yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug'ullanishini taqiqlashini tekshirib borishi lozim. Mahkum ishlaydigan korxona, muassasa, tashkilotlarda, shuningdek, muayyan faoliyat turi bilan shug'ullanish uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilishga vakolatli organlar tomonidan hukm talablari qanday bajarilganligini tekshirib boradi. Mahkum harbiy yoki muqobil xizmatga chaqirilganda yoxud o'sha harbiy xizmatga kirgan taqdirda probatsiya xizmati hukmning nusxasini mudofaa ishlari bo'limiga taqdim etishi lozim bo'ladi. Muayyan huquqdan mahrum qilingan mahkumlarning majburiyati quyidagicha hisoblanadi. Muayyan huquqdan mahrum qilingan shaxs hukm talablarini so'zsiz bajarishi lozim. Probatsiya xizmatiga muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini o'tash bilan bog'liq hujjatlarni taqdim etishi lozim. Yashash va ish joyidagi o'zgarishlar yoki mehnat shartnomasi bekor qilinganligi haqida ichki ishlar organi probatsiya xizmatini xabardor qilishi lozim. Chaqiruvga binoan ichki ishlar organi probatsiya xizmatiga hozir bo'lishga majbur. Agar o'z vaqtida chaqiruvga binoan yetib kelmaydigan bo'lsa, demak, majburiy tartibda olib kelinishi mumkinligi, demak, ko'rsatib o'tilgan. Uchinchi savolga o'tamiz. Majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazoni ijro etish va o'tash. Majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazo, demak, O'zbekiston Respublikasining 2017-29 mart kunidagi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlarni qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 421-sonli qonuniga asosan Jinoyat kodeksining 45-1 moddasi qo'shimcha sifatida kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-may kunidagi 346-sonli qarori bilan majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazolarni
tashkil etish tartibi haqidagi nizom hamda majburiy jamoat ishlarining turi ro'yxati tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunchiligiga muvofiq, demak, majburiy jamoat ishlari mahkumni haq to'lanmaydigan foydali jamoat ishlarini bajarishga majburiy tarzda jalb qilishdan iborat hisoblanadi. Agar mahkum doimiy ish yoki o'qish joyiga ega bo'lmasa, majburiy jamoat ishlari ishdan yoki ega bo'lgan bo'lsa, majburiy jamoat ishlari ishdan yoki o'qishdan bo'sh vaqtlarida o'tatirilishi ko'rsatib o'tilgan. Majburiy jamoat ishlari quyidagi shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Birinchisi, pensiya yoshiga yetgan shaxslarga nisbatan, 16 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan, homilador ayollarga, 3 yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan, birinchi va ikkinchi guruh nogironlariga nisbatan, harbiy xizmatchilarga, chet el fuqarolariga, O'zbekiston Respublikasida doimiy yashamaydigan shaxslarga nisbatan qo'llanilmasligi qonunchiligimizda ko'rsatib o'tilgan. Demak, ushbu turdagi jazo chorasi qo'llanilish statistikasini ko'rishimiz mumkin. Bunda 2020-yilda sudlar tomonidan respublika miqyosida 474 marotaba bu turdagi jazo chorasi qo'llanilgan. 2021-yilda 539 marotaba, 2022-yilda 644 marotaba, 23-yilda 660 marotaba hamda 2024-yil 6 oyida 135 marotaba bu turdagi jazo choralari qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Majburiy jamoat ishlari, demak, voyaga yetmaganlarga nisbatan 60 soatdan 240 soatgacha tayinlanishi qonunchiligimizda ko'rsatilgan. Shuningdek, kunida, demak, 2 yoki 3 soatdan oshmagan holda o'tatirilishi kerak. Bajarilgan majburiy jamoat ishlarining kuni haftasiga 3 kundan oshmasligi ko'rsatib o'tilgan. Voyaga yetgan shaxslarga nisbatan esa 120 soatdan 480 soatgacha belgilangan, kuniga 4 soatdan oshmagan holda o'tatiriladi va bajarilgan majburiy jamoat ishlarining vaqti haftasiga 12 soatdan kam bo'lmasligi qonunchiligimizda ko'rsatib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin. Biz ushbu turdagi jinoyatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha majburiy jamoat ishlarini amalga oshirishda hududiy probatsiya xizmati xodimlari tomonidan bularni o'tattirish, demak, doimiy ravishda mahkumlarni nazorat qilish yoki ish joyida yoki o'qish joylariga borib nazoratlarni amalga oshirilishi, demak, probatsiya xizmatining majburiyatlariga kirishini ko'rishimiz mumkin.